Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchi obunachilar. Ko'rib turgan shuncha texnikalaringni 76 diska tayyorlagani Namangan viloyati Mingbuloq tumanidan Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumaniga shu texnikalarimiz 76 diskasini tayyorlab bergani kelganmiz. Diskalar tayyorlangan jarayonlarni sizlarga video qilib ulashaman. Bu bitgan holatdagilari, traktorga qo'yganlari ham bor, ularni ham ko'rsatamiz. Shunaqa diska qidirib yurgan akalarimizga videoni jo'natib qo'yasizlar. Mana shu holatlarda bo'lyapti mana. 76. Kanalda yangilar obuna bo'lib, bir donagina like bosib qo'ying. Bizni qo'llab-quvvatlab, podishkada bo'lib tursalaring bo'ldi. Mana shogird bola so'rkani bosyaptilar. Yigirma 8, TTZ, Elis, MTZ 80 barcha texnikalarga diskalarni yasab beramiz do'stlar. Diskalardan xudo xolasa muammo yo'q. Keyin o'zlaringda shunaqa diskalaring bo'lsa, olib kelib bersalaring, yasab berish xizmatlari ham bor. Bu diskalarni fermerlar o'zlari olib kelib berishgan. Shuni o'zlariga tayyorlab beramiz do'stlar. Mana bu texnikamizga biz yasagan diskani qo'yib yurgizib ko'rishdi. Hozir ag'ini ham aylanib o'tamiz. Tamam. Shu holatda bo'ladi. Namangan Mingbuloqdan Surxondaryo Jarqo'rg'on tumaniga kelganmiz. Bu mashinamiz 50 partiyada ana. Bu yerda traktor nomerlari 75. Shunaqa xizmatlarimiz bor, bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Xudo xolasa kelishilgan narxlarda qilib beramiz.